Hurmatli No'g'at Qavarjimov kanalidagilari. Bugungi 23-mart 2025-yil biz No'g'at shahridan keldik. Şol yerda bozorda qanday bog'lar bor ekan, shundan ma'lumot olamiz. Bizdan olsay, like bosib ko'tarib qo'ydi. O'shana birga bizga temirchi bo'lgan kompaniya bank konteyneri quramiz. Kattaganda bozorga kirib tutgan o'rningizda qabul bo'lsin. O'z notidan jon No'g'at Qavarjimov kanalidan sizlarga tinchlik qilish kattaganda. Bozorning boshlig'idan kirib ketdik. Bu yerda Telman stankasi bor. Shu joqdan bozorning ustidan kirib ketdik. 40 ekan, kartoshka arzon o'qib qo'ygansiz, No'g'atda 40 so'm. Savuz 60 dedingiz, ha? Qizil savuz 60 bu? Sarichi? 60 so'm. Bu ham 60. Kapsulalarchi? Kilogrammi? 80 so'm ekan, qarangizlar. Bor jo'q bor ekan bu yerda. Bodring qayerda ekan? Qancha kilasi? 200 so'm, ha? Pomidorchi? 230. Bu yerda davom yurishlar, maylar bor ekan. Maylar qanchadan ekan? 550. Mayda guruchlar bor ekan, ha? O'zim guruch, boshqa guruchlar bor ekan. Qaysi guruch yaxshi bo'ldi ekan? Shay qamash. Mana. Oldu mashina. 150. Motorni qarangizlar. Kattaganda. Tuxumni 200 so'm ekan. Bu nimasi bu to'g'ri? 250 so'm ekan. Qaytib kelgan bilmadim yo'q. 250 so'm ekan. Hozir Butun No'g'atning bozorining ustidan kelib chiqamiz. Mana Telmanning stankasi. Motorni moyda chirishdan bo'lsam bor ekan. 20 so'mdan. Boshqa qancha dedingiz? Boshqa ham 25. Boshqa ham 25. Baliqchi? Baliq 150 so'm. 150 so'm, ha? Jumurtqalar 20 so'm. 20 so'm. Kesiptarlik olib ketishibdi-da. Kelingizlar, bemalol. Bu yerda bor ekan. Mestasi ham bor, saslari ham bor. Bismillah deb yemiş bozorning ichiga kirib ketamiz. Onlar hozir. Chechon o'tar qanchachi? 260, ha? Stokman qo'ydim, nima topdim. To'g'rimiz. Sarmay bor ekan. İçinde unuttuğunlar asal Polak da var ekan. Qarangizlar. Bu motorni mana 400 so'mdan boshlab yo'q 200 qancha deding? 250 dan 500. 250 dan 500 so'mgacha guruchlar bor ekan. Mana chaqana bor ekan. Qarangizlar, motorlar. No'g'at shahrida guruchning bahosi. Ya guruchlar qancha taqsir? Mana, hozir guruchlar. No'g'at qasabxonasi. Motorni qarang. Motorning 650 so'm ekan, qo'y go'shich. Mayla qoldi. Yaxshi, qarangizlar. 650 so'mdan No'g'at shunday go'shtlar. Qo'y go'shi 650, mol go'shi 600. Go'shtlar qancha ekan? Bunajini? Chilqin 600 so'm qoldi. Chilqin ham 600 so'm qarangizlar. Motorlar hozir No'g'at shahrida yuribmiz. Bugun No'g'at shahrida rubl 100 so'm bo'lib tur. 1000 rubl 1000 so'm. Orada topta var ekan, neler var ekan. Tuxumlar var ekan, motorlar. Market. Qarangizlar, adam ichiga ekan, biz yerga kirdik. Satak No'g'at shahrining o'rtasida turamiz. Go'shtlar etterda turamiz. Assalomu alaykum. Ne ekan bu ekan? Qanchadan? 600. 600 so'mdan. Mal tushuklarchi? Tushuklar 1300 so'm kilogram. 1300 ekan. Hozir chuchuk, qo'ziqortam bor ekan. Xalades bor ekan. To'lni. No'g'at shahrida. Mana Maylanni men ostida ekan motorlar. Mana shunday No'g'at Qavarjimov kanali. Siz meni vaqtcha qo'shib, tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Ko'rishguncha. No'g'at shahrida jamoat shunday. Tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. No'g'at Qavarjimov kanaliga